Hech nima olmasdan kira yashayman deydiganlar uchun hech nima olmasdan kira yashayverasiz. Bitta xotinsiz bo'ldi. Ikkitagi ham sharoit bor ekan. 7 soti, 6 ta xonasi bor, 2 ta sanuzel, 3 ta tualet, bitta plus podval, 2 ta liniyada suv kelgan, 2 ta liniyada svet kelgan. Gazdan muammo yo'q. Narxini 160 ming qo'yganmiz, hozir 155 ming qo'yapmiz. Uyda holati juda ham chiroyli. Farg'ona shahrida tekstilda Saxovatmi, Sayohatmi magazin bor ekan, o'shuning orqasida. Egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilinglar, baraka qilamiz. Letni xullas maytda nimadir qilsangiz bo'ladi. Bitta tapcham bor, kirishdan o'ng qo'lda. Eng qizig'i, uyimiz uglovoyda. Bu tomon kattaroq ko'rib turibsizlar. Mana bu tomonimiz kichkina eshigi ham bor ekan. O'zbekda uyda kichkina eshik bo'lsa yaxshi. Pastki raqamlar barakaga, sizlarga baraka qilamiz. Bemalol telefon qilaveringlar, cho'chimasdan. 160 ming qo'yilgan, pul zaruratligi uchun 155 ming qilib qo'yildi. Telefon qilib, qayerda nima ketyapti, nech pul o'lyapti, egalar bilan o'zlaring gaplashib olaverasizlar. Zeleniy zonasi bor, mashina uchun joyi bor. Farg'onada tekstildan mana shunaqa chiroyli joy so'ragan do'stingiz bo'lsa, anglatib beramiz.